Yusuf'a sacip kiripli kiripmi mizaj bilmese, o tirik hayvan ürür gerçi sözlese deb naati yaxshi mushu mijaz haqida yaxshi ko'rsatib turibdi. O'zining issiqchan yoki sovuqchanligini bilish kerak. Issiqchan odam sen sovuq tarafda ozuqlanish kerak. Sovuqchan odam sen issiq tabiatlik yemekler bilan ko'proq ozuqlanib, o'zining mizojini yemek orqali qanday tanishib turish kerak. Agar bir odam sovuqchan bo'lsa, u hadab lampon, qatiq, biliq, lazı açısı tayyor çöpni ko'p yesa, aslida soğuk oshqozon tig'imi qanday so'g'ib ketadi de. Oshqozonning modda almashtirishi yaxshi bo'lmaydi. Oshqozonning qon bilan ta'minlashi yaxshi bo'lmaydi. Natijada oshqozonga sirtqi muhitdan yemek qoldiqlaridan erishgan mikroblarni oson tajovuz qila oladi. Oshqozonning qivitining to'kilib ketish fursatimi ko'p bo'ladi. Oshqozonning o'zining suyuqligi tarafidan zaxmlanish fursatimi bir qadar ko'p bo'ladi. Chunki yavaşne buzukatkilar to'qilmalarda hujayralar tayyor bor. Oshqozon ojizlab qolsa, uni mikrobmi buzib ketadi, kislotami buzib ketadi, yana birisimi buzib ketadi. Şuna oshqozon o'shayning so'g'ib ketishining oldini olish kerak. Oshqozon so'g'ib ketganlikning alomati nima? Mushu so'g'oq narsa yeganda tomoq hazm bo'lmay, qo'saq islib turib olish. Tarakning shaklsiz bo'lishi. Mushu tomoqni yeb bo'lgandagi ko'shab og'izga yana chiqarish. Eg'izning purab qilishi. Mushu so'g'uq narsalarni yeganda qo'saqning islib hazmning yaxshi bo'lmasligi bu oshqozonning so'g'ib ketganligining oshqozon mizojining so'g'oqdan buzilganligining ifodasi bo'lib, bu xil holatga duch kelgan kishilar men degandek mushu zanjibilni damlab hasal bilan ichib kirish. Onun dinkin oshqozonni qizitgan, oshqozonni illatgan tabiiy o'simlik choylari, masalan, yalpuz chayi, licindana chayi qatorliqlarni iste'mol qilib berish. Shuning bilan birga atdiganda sovutilgan qaynoq suvga 2 qo'shiq hasal aralashtirib iste'mol qilib berish. Uyg'ur tibobatining oshqozonni illatib hazmni yaxshilovchi mahsulotlardan javorish anbarga o'xshash, javorish mishkiga o'xshash, javorish omiliga o'xshash. Mush oshqozonning hazmni yaxshilovchi, oshqozonni illatib, oshqozonning hul sovuqini haydaguvchi dorilarga yaqin turish. Agar buning bilan oshqozoni so'g'ib ketgan, mush hazm yaxshi bo'lmagan kishilar mush udun oltin yaproq mahsulotlarimizdan mush zafron, oltin yaproq, zafron iksirini iste'mol qilib berganda mush oshqozon so'g'ib ketishdan bo'lgan, oshqozonni hul qaplab ketishdan bo'lgan oshqozon ushay kasalliklarining unumli oldini olib bo'ladi. Aksicha, bu odam issiqchan bo'lib issiqlikni ziyoda ko'p qilayotgan bo'lsa, masalan, hadisi tuxum yedi, kavob yedi, üzüm yanaq yedi, asal murabba yedi, issiqlikni ziyoda qilyapti. Yana kelib, ko'p aroq ichidi. Natijada jigarning, oshqozonning, uchayning, o'tning issig'i eshib ketib, hazm a'zolarini issiq tutib oladi. Hazm a'zolarini issiq tutib olganlikning alomati, oshqozonni issiq tutib olganlikning alomati atdiganda eg'izning doim ochiq qopishi. Seriq zardab suvining yenib chiqishi. Go'sht, kavob, tuxum yeganda qo'saqning islib olishi. Aksicha qatiq ichib berganda hazmning bir qadar yaxshilanishi. Qisqasi, so'g'uq yemeklar oshqozonga yaqib, issiq yemeklarning oshqozonga yoqmaganligi oshqozonni issiq tutib qolganlikning alomati. O'tning issig'i eshib ketib, o'tni sapra tutib olganlikning, o'tning yallig'langanligining alomati nima? Ikki tog'oqning o'tirsa, tilib og'rish, eg'iz ta'mining ochiq bo'lishi, qo'saqning islib olishi, quruq o'titush, mayliq taomlarning qanday saskinish alomatining bo'lishi, o'tni, jigarni issiq tutib olganlikning alomati. Endi mushu hazm a'zolarini, uchayni, oshqozonni, oshqozon osti bezni, jigarni, o'tni issiq tutib olganda ko'rilgan alomatlar shu. Uni oldini olish uchun biz issiqni sovuqlik bilan qaytaramiz. Eng yaxshi narsa bihi sharbati. Bihi sharbati